Assalomu alaykum, hurmatli YouTube'imizdagi kanalimiz obunachilari. Mana ancha o'rtada tanaffus qildik. Mana sizlar bilan yana ko'rishib turibmiz. Endi bundan bog'iga yana shu o'zimizni maslahatlarimizni yoki sizlarni kommentariy orqali bergan maslahatlaringdan foydalangan holatda yana dehqonchilik haqida o'zimizning fikrlarimizni o'rtoqlashamiz. Mana bugun parnigimizga kirdik. Mana parnigimda yana sizlarga ko'rsatganim bor edi. Mana qulpinayni endi o'rganyapman dedim. Mana qulpinayim. Mana bir marta pishganini oldik, yedik. Endi nima qilyapti? Pishyapti. Mana gullaganlari. Ularga ishlov berib turibman. Mana o'sha chiqmay qolgan joylariga, ko'klatalmagan joylarimga chesnoklarni ekib qo'ydim. Mana bunday nimasidan tomir otarkan, bunday tashaganda menga yotqizib qo'ygan edim. Mana ular o'sha yo'g'ini o'rniga bular mana bo'lyapti. Mana shunday qilib yana xudo xolasa yana ko'paytirib olaman. Yo'q joylariga men nima ekdim? Qishi hurmatli obunachilarim, mana ko'pinaydi yo'q joylariga chesnok ekdim dedim. Chesnokdan tashqari qishi bilan mana bunaqa yo'q joylariga rediskani ekib bordim. Mana rediskalarni mana keyingi ekkanim ham mana bo'yotibdi. Qishi bilan o'sha o'zimizni parnigimiz ichida mana shu narsalarni ekkanligim, rediskani ekkanligim, chesnokni ekkanligim orqali biz uyda o'sha qatiqlarga o'zimizni ko'katlar va mana shu rediskalar bilan haligi insonni salomatligi uchun kerakli bo'lgan qatiq bilan o'sha ko'katlarni aralashmasi bizga juda foydali. Shuning uchun mana shularni ekib boryapman. Hozir ikkinchi bosqichi bu. Shu bilan o'sha qilganmiz. Mana chesnoklarda shu joylarim qoldi. Bu tomonini olib bo'ldik. Bu tomonni mana tashqariga ekishga ham pomidorlarni nimasini urug'ini sepib qo'yganman. Bundan yana 2-3 joyda bor. Mana shu har xil novlari. Bu sulton novi. Naryoqda mana bu yerdagisi temeke novi. Mana bular ham chiqyapti. Keyin mana bu tomoni, mana bu tomonida o'sha cheri pomidorlar bor. Ularni ham bo'lib ekib qo'yganman. Bularni ochiq havoga, ochiq maydonga ekiladigan urug'lar hozir mana tayyor bo'ladi. Bir haftada tayyor bo'ladi. Bir haftadan keyin o'sha tashqariga ham ekish boshlanadi. Ana o'shagacha tayyor bo'ladi. Hurmatli obunachilarim, oldin o'sha hamma ko'chatni tashqaridan sotib olardim. Endi imkon darajasida o'zimiz yetishtirishga harakat qilyapmiz. Mana bu badring ko'chatlar. Bularni ham chiroylab qo'yib qo'yganmiz. Mana chiqib yotibdi. Mana undan keyingi ko'chatlarimiz bu qizil bolgarskiy. Mana buni ham tashqariga olib chiqamiz. Chunki vaqtliroq eksak, o'sha eng kerak bo'lgan paytda hech bo'lmasa daromad keltiradigan holatda bo'ladi. Mana ekib qo'yganmiz. Mana hammasi chiroylab tuvaklarga ekkanmiz. Hurmatli obunachilarim, mana bizni hozirgi ozgina bo'lsa ham mehnatimizni ko'rdingiz. Mana menga kerakli parnigimdagi mehnatimni ko'rdingiz. Menga kerakli maslahatlarni kommentariy orqali yozmayliga. Masalan, qulpinayda juda men mutaxassis emasman. Lekin yer sohasida ishlashda, mana shu ekinlarni ekishda ozgina bo'lsa ham tajribam bor. Hammamiz birga yana obunachilarim menga yordam berib, kommentariy orqali yozib, o'zlaringizning fikrlaringizni bilsalaring, men ulardan ham foydalanaman. Mana birga uchrashishimiz uchun videomizga like bosib qo'ysalaring, yana tez uchrashaveramiz. Sog' salomat bo'linglar, salomatlikda uchrashaveraylik. Xayr.